Aka, oxirgi ijaraga bergan joyingiz bor-ku, o'shani tez menga qaytarib olib bering. Mana joyni ko'rdingiz. Faqat ta'mirlash ishlari qolgan. Agar joyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ish boshlashingiz mumkin. Joy menga ma'qul. Remontlarini o'zimizni dizaynga moslab turib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ya olamiz. Faqat ertaga biz batga mijozlarni o'rgatgandan keyin siz tomondan ortga qaytish bo'lmaydimi? Yo'q, nima deganingiz bu? Bizda lavzdan qaytish bo'lmaydi. Alloh sizga ham, bizga ham barakot bersin. Aytganingiz kelsa. Joy ancha yurib qopti. Yaxshi ko'st emasmi, zo'r. Akamga aytib bularni batda yo'qotishim kerak. Turamizmi? Amayli turamiz. Aka bizga shot berib yuboring. Mana aka shot bering. Ishga qo'ying. Ketdikmi? Kamchiliklar bo'lmadi bolalar, yaxshi o'tirlaringizmi? Salomat bo'linglar. 327 ming bo'ldi. Nima qilyapsan? Aka 100 ming yetadi. Begona emasmizmi u? Joy ham o'zimizga qarashli. Yo'q, bu Rahmat aka. Yaxshi chiqmading o'rta. Yarashmaydi bu ish. Aqllilik qilmagin, o'zim bilaman. Mayli o'zingga qara. Aka, oxirgi ijaraga bergan joyingiz bor-ku, o'shani tez menga qaytarib olib bering. Salom yo'q, alik yo'q. Hovliqib kiryapsan. Nima bo'ldi o'zi? Shoshilmasdan tushuntirchi. Kecha borib joyni ko'rdim. Hop. Odam yaxshi o'rganibdi. Qaytarib olib bersangiz o'zim yurgizaman. Yo'q, shunaqami? Aqling yetadimi eplab ketishga? Albatta. faqat ertaga biz batga mijozlarni o'rgatgandan keyin siz tomondan ortga qaytish bo'lmaydimi? Yo'q, nima deganingiz bu? Bizda lavzdan qaytish bo'lmaydi. Alloh sizga ham, bizga ham barakot bersin. Aytganingiz kelsa, rahmat sizga. Sen hozir shu ishingni to'g'ri deb o'ylayapsanmi? Nafsingni quliga aylanib qolmayapsanmi, mabodo? Men hozir seni gapingga kirib, seni yo'lingga yurib, nomard bo'lib qolmaymanmi? U insonning oldida ham lafsiz insonga aylanib qolmaymanmi? Esingni yig'ib olgin, ukam. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi shunaqa odamlarni-da bizni o'rtamizdagi bir-birimizga bo'lgan insoniylik ishonchi tobora yo'qolib bormoqda.